Hozir esa biz qanday qilib premium obunani sotib olishni o'rganamiz. Uning uchun chap burchakdagi tugmani bosamiz va bu yerda premium obuna bo'limiga o'tamiz. Bu yerda biz bemalol obuna haqida ma'lumotlarni olishimiz mumkin va mana shu obuna ichiga nimalar kirishini bemalol tafsilotlarni o'qib chiqishimiz mumkin va albatta barcha ma'lumotlaringiz xavfsiz va maxfiy ravishda saqlanishini yana bir bor eslatib o'taman. Keyin esa davom etish tugmasini bosamiz va bu yerda biz yillik yoki oylik obuna tarifini tanlashimiz kerak. Keyin esa siz bemalol o'zingizga qulay bo'lgan to'lov tizimidan foydalangan holda premium obunani sotib olishingiz mumkin. Bizning ilovada Apple Pay va Google Pay orqali ham to'lov qilish imkoniyatiga egasiz. Hozirda esa men qanday qilib klik orqali obunani sotib olishni ko'rsatib beraman. Uning uchun oylik obunani tanlaymiz, keyin esa klik tugmasini bosamiz va biz xarid tugmasini bosib klikka o'tib to'lovni amalga oshiramiz. Biz to'lovni amalga oshirganimizdan so'ng ilova avtomatik ravishda premium funksiyalarini ochib beradi. Men shaxsan o'zim juda ham ko'p pulni hisob-kitob qiladigan ilovalardan foydalanganman. Lekin ularning barchasi juda ham murakkab, xarajatlarni doimo qo'lda yozib yurishingiz kerak va biz Carbon.ai'da juda ham innovatsion yechim ishlab chiqqanmiz. U qanday desangiz, siz ilovada shunchaki ovozli xabar orqali yoki cheklarni skanerlagan holda xarajatlaringizni qo'shishingiz mumkin.